kim bo'lishini 80% dastlabki 36 oyda hal degan. Tug'ilgandan keyin. Tug'ilganidan keyin, raddomda shu ona qornidan tushgandan keyin to 36 oyga to'lgungacha 100 milliard neyronning 80% bir-biriga bog'lanib, tushunchalar hosil qilib bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ham dastlabki 30 oy bolalarda emotsional davr deyiladi. Ularda so'z, mantiq, tafakkurlari bo'lmaydi, bolalar hamma narsani his qilib o'tiradi. Va u keyinchalik hayotida uni amalga oshira boshlaydi, o'ziga imkoniyatlar berilgan davrda. Ko'rsatishni boshlaydi. Ko'rsatish davrida. Ikkinchi masala, ota-onaning eng katta masala ijtimoiy tarmoqda men bolamni telefondan qanaqa qilib ola olsam bo'ladi degan masalani qo'yishadi-da. Uni formulasi bor. 30 oygacha absolyutno telefon berish kerak emas. Sababi ko'rayotgan o'yinlari, multfilmlari barchasi bu arena o'yinlar. Ko'pchilik bilasizlar. Ya'ni dastlab jamoa bo'lib kurashadi, tomosha qilib o'tiradi, keyinchalik ular yutgandan keyin qolgan raqiblarini yo'q qila boshlaydi. Bolani ongiga subliminal menini shakllantiradi. Opa aytgandek, faqat o'zim bo'laydigan davrga o'tadi.